Алло. Alo. Assalomu alaykum. Nechida Assalomu zapis alaykum. qo'ydi. Ilhomjon ukajonimiz bilan bog'landikmi? Ha. Ukajonim yaxshimisiz? Salomat yuribsizmi? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Ilohim yaxshi bo'ling. Ayni daqiqada siz bilan suhbatda qalbimdagi qadrdonlarim tabriklar loyihasining boshlovchisi Samiraxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi ukajon? Yo'q. Minnatdorman. Avvalambor ukajonim, Allohim xayrli qilgan shunday ajoyib kunning sohibi ekansiz. Sizni bugungi shukronali, shodiyonali ayyomlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Allohimning rahmati bir sizga bo'lsin. Uyingiz fayzu, quvonchga to'lsin. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Ukajonim, tavallud kuningiz bo'lsin muborak deya siz uchun eng yaxshi tilaklarimizni va ikki dunyoning saodatlarini ham tilab qolamiz ukajon. Rahmat sizga kattajon. Bor bo'ling. Bugun bilasizmi bizning loyihamizga sizni juda ham qadrlovchi, qalbga yaqin bo'lgan mehribon insonlaringiz murojaat qilishgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Sizni aynan bugun o'zgacha tarzda tabriklab, xursand qilishni istagan qaysi bir yaqiningiz sizga tabrik yo'llagan bo'lishi mumkin? Opam bilan pochcham bo'lishi mumkin-da. Albatta, mashalloh deyman. Haqiqatdan birinchi taxminda to'g'ri javobni berdingiz. Loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi jon va jigaringiz ukajonimni bugun tavallud ayyomida kutilmagan qo'ng'iroq orqali tabriklab, xursandchilik ulashay deya Irodaxon opajoningiz murojaat qilgan ekanlar. Ilohim baxtlariga siz ham omon bo'ling ukajon. Ilohi amin. Ularga esa tilakdosh bo'lib boshingizdagi davlatingiz bo'lgan Abdukarim otajonimiz, volidangiz Xolsaodxon onajonimiz, joningizga jondosh bo'lgan jigarlaringiz Sevaraxon va Feruzaxon singiljonlaringiz, Elbekjon ukajoningiz hamda pochchangiz Samandar akajonimiz ham sizni tabriklab qo'yib, ushbu tabrik xatlariga hamrohlik qilmoqdalar ukajon. Rahmat kattajon. Ilohim ana shu sizni yaxshi ko'rgan hamma yaqinlaringizni baxtiga Allohim umringizni uzun va ziyoda qilsin. Siz ham har doim yurgan yo'lingizda omad va baxtlarga qoqilib, dunyodagi barcha yaxshiliklarning sohibi bo'lib yuring deya Allohimdan siz uchun duolarimizni so'rab qolamiz ukajon. Rahmat. Bor bo'ling. Ana endi yana birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, opajoningiz siz uchun yo'llagan tabrik xatlarini ham o'qib, eshittirib qo'ysam maylimi? Albatta. Minnatdorman. Unda men o'qishni boshladim. Assalomu alaykum. Qadr-qaddidan-da baland bo'lgan, men uchun juda ham qadrli va aziz, suyukli ukajonim. Onajonim bilan otajonimning ishongani mehribonim Ilhomjon, seni bugungi tavallud ayyoming payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ukajonim, Allohim seni sevimli bandalar qatorida bugun yangi bir bahoring bilan yuzlashtirgan ekan. Ilohim yuz bahorlarni ham ko'rishingni nasib va ro'z aylasin. Aziz boshing omon, umring uzun bo'lib, baxting butun bo'lsin. Davlatimiz va borligi baxtimiz bo'lgan ota-onamizni va biz jigarlaringni baxtiga hamisha sog' omon bo'lgin. O'qishlaringga ham omadlar tilab qolaman. Kelajakda ham yaxshi oliygohlarga kirib, yaxshi kasbning egasi bo'lgin. O'zimni oq ko'ngil, mehribon ukajonim, ilohim mag'rur qadding hech qachon bukilmasin. Nomard va nokas insonlarga ishing tushmasin. Allohim seni o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Yoshligidan opajonisini erkasi, quvonchi bo'lgan ukajonim, hech qachon g'am va alam va dard nimaligini bilmay baxtli bo'lib yashagin. Seni baxtingni, yutuqlaringni ko'rib hammamiz xursand bo'lib, yaxshi kunlaringda yoningda xizmatda bo'laylik ilohim. Allohim yo'llaringni ham ravon aylab, martabangni ulug' qilsin. Insonlar hurmatidan aslo tushmasligingni tilab qolaman. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Senday opajon deb ko'nglimni ko'tarib turuvchi
tog'dek ukam borligidan men sen bilan judayam faxrlanaman. Ilohim oramizdagi mehr oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. Doim ota-onamizni roziliklari yu duolari ila go'zal taqdirning sohibi bo'lib yurgin. Boringga shukr ukajonim. Ilohim hammamizni baxtimizga dunyo turguncha turgin. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rgin. Bugungi ayyomlar senga yana bir bora muborak bo'lsin ukajon. Bu dunyo torga tor, kengga keng ekan. Tilaklar tilayman yolvorib senga. Qancha alam bo'lsa mana menga ber menga. Ukajonimni omadin bergin Xudoyim. Yoshligim eslatar ko'ziga boqsam, mehrimni uyg'otar yuziga boqsam, o'zimni ko'raman o'ziga boqsam, ukajonimni omadin bergin Xudoyim. Haloldan baraka bergin ishiga, ro'baro qilma hech nomard kishiga, shayton yo'lamasin hatto tishiga. Ukajonimni omadin bergin Xudoyim. Jigarlik haqqini oqlagan o'sha, yov uzgan rishtani bog'lagan o'sha, pulimmas mehrimni xohlagan o'sha, ukajonimni omadin bergin Xudoyim. Bearmon yashasin yuzlardan oshib, ukam bor deb iroda maqtanar toshib, yaqin u jigarlar hammaga qo'shib, ukajonimni omadin bergin Xudojonim deya sizga sog'lik va Allohdan omadlarni so'rab jigaringiz Irodaxon opajoningiz sizni barcha yaqinlaringiz nomidan ham yana bir bora tabriklab qo'yib, o'z yurak so'zlari bilan sizga atab yozgan tabriklarni yakunlabdilar. Qabul qilib olasiz ukajonim. Kattakon rahmat sizga. Tashakkur sizga. Opamga kattakon rahmat. Tashakkur ukajon, sizga ham ming rahmatlar aytamiz. Biz uchun qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglaganingiz uchun. Ayni daqiqada hozir qo'ng'iroqlarimiz yozib olinmoqda. Ukajon, eng avvalo bugun sizni bir necha yil oldin dunyoga keltirganda quvonchlari olamlarga sig'magan onajoningizga, ana shu kunlarni ko'rishga musharraf aylagan davlatingiz bo'lgan otajoningizga aytar rahmatlaringiz, qolaversa bir-biridan sevimli bo'lgan jigarlaringizga ham chiroyli niyat va tilaklaringiz bo'lsa, fursatdan foydalanib yo'llashingiz mumkin, marhamat. Kattakon rahmat opamga, sochamga. Albatta birozdan so'ng eshitishadi. Ota-onangizga qanday aytar rahmatlaringiz bor? Axir sizni shu kunlarga kelishingizga ular sababchi ukajon. Ota-onamga shu darajaga yetkazib, shuncha katta qilgani uchun qancha rahmat aytsam ham kamda. Mashalloh, haqiqatdan ham. Ilohim ana shu doimo siz ham baxtli bo'ling-ku, ota-onangiz doimo shu sizlarni baxtingizni, rohatingizni ko'rib yursinlar. Axir ota-ona uchun farzandini baxtini ko'rishdan bo'lak ortiqroq mukofot bo'lmasa kerak. Rahmat sizga kattakon. Tashakkur sizga ham ukajon, siz ham yaqinlaringizni vaqtiga doimo omon bo'lib, bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini birgalikda nishonlab yuring. Xursandchilik onlaringiz esa to'y va tantanalarda, qadrdonlar davrasida davomiy bo'lsin ukajon, ilohim. Rahmat. Tashakkur sizga ham. Orangizdagi mehr oqibatingiz aslo yo'qolmasin. Bugungi ayyomlar sizga yana bir bora muborak bo'lsin deya siz uchun atalgan go'zal taronani ham siz tomon yo'llab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ukajon. Rahmat. Tashakkur, omon bo'ling siz ham.